Ushbu desertni palon puliga ko'chadan bir donasini olguncha, o'shani puliga uyda 5-6 dona yanada mazalisini tayyorlaymiz. Chaynamay yutadigan mega shokoladli blinchikli desert. Blinchik xamiri uchun 2 dona tuxum, 3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, 4 osh qoshiq o'simlik yog'i hamda 250 gram qatiq yoki sut qo'shib aralashtirib olamiz. So'ng bunga 140 gram oliy navli turon uni, 2 osh qoshiq Gollandiya kakaosi va yarim choy qoshiq iste'mol sodani elakdan o'tkazib, qumuqlari ketguncha aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan massaga 250 ml qaynoq suvni oz-ozdan qo'shib, yana aralashtiramiz. Mana blinchik uchun xamirli massa tayyor. Endi birma-bir blinchiklarni pishirib olsak bo'ldi. Krem uchun bizga qaymoq kerak bo'ladi. Men mazali latiko qaymoqdan foydalanaman. 400 gram muzdek qaymoqga 3 osh qoshiq shakar upasi va 1 choy qoshiq vanilin shakarini solib, mikserda krem holatiga keltiramiz. Juda ko'p mikserlab olmaylik, 2-3 daqiqa ko'pirtirsanglar yetadi. Desertni yig'ishga kirsak bo'ladi. Blinchikka ozgina shokolad pastasini surib, ustiga yana bitta blinchik qo'yamiz. Uni ustidan krem va to'g'ralgan qulupnay bo'laklarini solib, blinchikka ko'rsatganimdek taxlashimiz kerak. Qulupnay o'rniga xohlasanglar banan, malina, mango yoki boshqa o'zingizlar yoqtirgan mevalardan foydalansanglar bo'ladi. Blinchikning orqasini o'girib, ustidan eritilgan oq va sutli shokoladdan quyib yuboramiz. Xohlasanglar shokolad pastasidan foydalanishingiz ham mumkin. Ustini ozgina qulupnay va maydalangan xanton pista bilan bezatsak, yanada chiroyli va juda ham mazali bo'ladi. Desertimiz tayyor. Buni mazasini ta'riflab bera olmayman, prosta bomba. Mehr berib, o'z qo'llaringiz bilan uyda tayyorlagan bunaqa mazali desertni aniq kafe restoranlardan topa olmaysiz. Barchalarga tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar.